Endi qarayli hörmetlik vatandaş biz yuqorida leksiyalarini so'zlab o'tdik. Bugun Chizsaq 2021 yil 11 ayning 5-kuni leksiyada bugun asosliq leksiyamiz Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rossiya Federatsiyasi hukumati o'rtasidagi yuqori darajaliklar bordi keldisi yoki yuqori darajaliklar suhbati. Bu davlatning rahbariy darajalik emas, ulardan tuvanroq darajaligi. Hatto harbiy qismlar general darajalik, yuqori darajalik harbiy amaldarlarning Finlandiyada suhbatlashganligi. Bu meselelerni oturup koyduk vatandaş. İsa'nızda var. Bu yıl 6. ayda, 6. ayının 14. günü Amerika Qo'shma Shtatlari NBC televizyasının muhbiri Simon Efendi Moskvada Kreml sarayida Prezident Vladimir Putinni ziyorat qilib, ikki masalani gavdlantirdi. Birinchi bo'lib Tayvan o'tirib qo'yildi. Albatta shundoq bo'ladi. İşning bismillahı bo'ladi da albatta. Shundoq bu vatandaş. İkinci bo'lib Uyg'urlarni tunamsan, Uyg'urlarning hozirgi ahvoli qanday qaraysan? Uyg'urlar bu kunda bu to'g'rida bir nima demsan degan mazmunda savol qo'ydi. Shu kunki suhbat Uyg'urlar to'g'risi Prezident Vladimir Putinning so'zlagan so'zlari bilan oyoqlashdi. Buningning qaltis bir tarafi yoki siz biz diqqat qiladigan nayt sezgur tarafi 6. ayının 16. günü Şveysariya Cenevada Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden bilan Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin uchrashadigan, suhbatlashadigan kun edi. 2 kun burun muhbir Simon Efendining Kreml sarayida Prezident Vladimir Putinni ziyorat qilishi, demak, mushaqatim Cenevada uchrashadigan, Cenevada suhbatlashadigan muhokama mazmunlariga mavzu qo'yib berish yoki muhokamaning mazmunini butun dunyoga mushu shaklda bishorat xarakterlik e'lon qilish deganlik bo'lib hisoblanadi efendim. Demek Cenevada Uyghur meselesi, Tayvan meselesi. İki devlet rehberlerinin o'ttirg'i chiqqan mesele Tayvan Uyg'uriston meselesi. Endilikte şu vaqtda biz sizlarga leksiya so'zlaganda degan edik, mush yilning oxirigacha Prezident Joe Biden bilan Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin ikinci qatim uchrashdi deyishdik. Hozir mayada İki devlet köngül bölediğen meseleler deyilipdi. İsa'nızda bağımı vatandaş, iki devlet köngül bölediğen meseleler. Muhakeme kılınadigan meseleler, mesela Cenevada o'tirib qo'yilgan meseleler bo'yicha texmi ilgirlab natijega erishish deyilibdi. Yani shuningdan keyin boshqa bir suhbat o'tkazishga qo'shilimiz yoki izdinimiz deyilibdi. Demak, ikinci qatim suhbat o'tkazish, balki ikinci qatimlik suhbatdan keyin yana bir qatimlik suhbat o'tkazish. Bu yerda Cenevada o'tirib qo'yilgan meselelarda ilgirlash hosil qilamiz degan mesele men sizga hozir aytdim, hurmatli vatandaş. Bu yıl 6. ayının 16. günü Cenevada iki devlet başlığı Prezident Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden, Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin o'rtasidagi muhokama tema Tayvan Uyg'ur meselesi desangiz, endi mushu masalalar bo'yicha ilgirlash hosil qilamiz deyilibdi. Bugünkü leksiyada, bugünkü xabarda shundoq deyilibdi. Hem mush yilning oxirgisi yana bir qatim uchrashimiz deyilibdi. O vaqtda nimalar so'zlanadi, bu kelmada oldimizga kelganda so'zlaymiz. Vatandaş, shunga bugun biz mush yerda sizga mush leksiyani so'zlab o'tganda Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden efendimlarning yana qayta uchrashib Cenevada o'tirib qo'yilgan bu yil 6. ayda Cenevada ko'tarib chiqilgan bu yil 6. aydagi suhbatning mazmunni yanama cho'nqur so'zlashib, zo'r g'alabalarga erishishini biz umid qilamiz, Uyg'urlar va alqishlaymiz. Yuqorqi nozik taraflarni ko'rdingiz. Suhbatdan keyin Amerikaning yuqori darajalik amaldorlari Moskvaga mushuning bilan qo'shqanda deb turib 4 qatim
Finlandiyaga bir qatam harbiy amaldorlar berib, suhbatlashdi, ko'rishdi. Masalan, yadroli qurollar yoki hozirgi zamonda urush tayyorligi ishlatilayotgan qurollarni cheklash, o'qilish yoki bu qilish deganlar bu azaldan ikki davlat o'rtasida so'zlanib kelayotgan masala. Yangi tema men sizga aytdim vatandosh, yangi mavzu bu yil 6-oyning 16-kuni Janvada o'rtaga qo'yilgan masala. Tayvan masalasi ko'ryapsiz. Hozir qilning ustiga yetib keldi. Bugun nima dedi? Halqalıq paytlar nima dedi? İki nafar sözlügüçü yoki biri boshqaruvchi, yana birisi o'zicha javob bergichi. Shundaq deyishdiki, Mejun Leyla deydi. Xitoycha. Boshqaruvchi Li Apandi. Shuningdek o'zicha nima deydi? Ras Mejun Yijin Leyla. Amerika armiyasi Tayvanga allaqachon kelib qoldi edi. Bugün hozirgi dunyodagi eng jiddiy masala Tayvan masalasi. Shunama navbatdagi mushu 1-2 kun ichidagi eng jiddiy masala Tayvan masalasi. Esingiz bo'lsin, bu yil 6-oyning 16-kuni Janvada Shveysariyada o'tirib qo'yilgan masala Tayvan masalasi, Uyg'uriston masalasi debasingiz bo'laverdi vatandosh. Chunki muxbir Simon Apandi butun dunyoga bishorat berdi. 14-kundagi ziyoratda Prezident Vladimir Putinni ziyorat qilishdan 14-kundagi ziyoratda butun dunyoga bishorat berdi. Prezident Vladimir Putinning oldiga Uyg'ur degan ismni qo'ydi. Prezident Vladimir Putin mayli nima desin, qanday fikr bayon qilsin, u bir davlatning rahbari Uyg'ur to'g'risida gap qildi, so'z dedi. Men Uyg'urlarni taniyman dedi. Hozir Cumhuriyet Partiyasining rahbarligida mushundaq yashayotdi dedi. İki davlat diplomatik munosabatlarni nazarda tutganda gap shundaq o'ttirg'i qo'yiladi, gap shundaq o'ttirg'i chiqadi vatandoshlar. Endi bugun biz sizlarga bu xabarni yetkazdik. 4-kunidagi xabar nima deyilibdi? Amerikaning yuqori darajalik amaldorlari ve harbiy amaldorlarni o'z ichiga olgan alda Finlandiyadek davlatlarda ham 4-qatam yoki mushning bilan qo'shganda 4-qatam uchrashdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining amaldorlari bilan Rossiya Federatsiyasining amaldorlari. Xudodan bu ikki davlatga madad tilaymiz vatandoshim. Tayvan vaziyati mushundaq turganda, Uyg'uriston vaziyati mushundaq turganda, bu ikki davlat qudratli davlatlarning xalqaro miqyosda, xalqaro tartibda, xalqaro kun tartibiga qo'yib, Tayvan masalasi va Uyg'uriston masalasini ko'ngil bo'lishini, bo'lib Uyg'uristondagi qirg'inchilik masalasi ko'ngil bo'lishini va Uyg'urlarning taqdiriga ko'ngil bo'lishini umid qilamiz, hurmatli vatandosh.